Türkiyədəki Uyğurlar aqıllıq buluşu gerek. Çatma mülahizlər. 3-cü mülahizə. Abdori Kassini. Küçlük bolğan davamlı haqlıqmı? Amerika Afganistanğa silişdirganda dünyadakı dərəcədən taşqarı küçlük bir dövlət. Undaqda bu bir Amerikalıqның hayatının bir Afganlıqqa silişdirganda bekrək qimmatlik və etibarlıq işkənligidən ibarat məna berəmdi. Tekşürüşlərə asaslanganda bir Amerikalıqның hayatı bir Afganlıqqa silişdirganda intayın qimmatlik. Bir Amerika fuqarasının salamətligi, tərbiyələnişi və bexətərligi üçün Amerika hökuməti bir Afganlıqqa silişdirganda nəhayət köp pul xərcləydi. Bir Amerika fuqarasının öldürülüşü, bir Afgan fuqarasının öldürülüşüge qaraganda xalqara sorunlarda köprək g'ulg'ula qo'zg'aydi. Bu dünya coğrafiyasida kuchliklik talashayotgan taraflarning inson qadr-qimmati jihati keltirib chiqargan adolatsizligining yakuni. Gerçi dünyadaki yumulaq ustal yig'inlarda Afg'onistonning mushtimi Amerikaning mushtimidek qattiq urilmasimi, Töri böri tağlardaki bir Afgan balısının öldürülüşü Afgan xalqı arasında zor g'ulg'ula qo'zg'aydi. Bu Afgan balısı Afganlarning o'zi uchun intayın qimmatlik. Undaqda bir Uyg'urning öldürülüşü bir Amerikalıqning, bir Afganning, bir Falastinlikning, bir Türkning, bir Qozoq, Qirg'iz va O'zbekning öldürülüşüge silishtirganda qanchalik g'ulg'ula qo'zg'ishi mumkin? Xitoyning yipiq tarbiyalash lagerlari deb atavalgan, nazi o'lim kamplariga o'xshaydigan markazlarga kirib qolgan bir Uyg'urning hayoti bilan Uyg'urlarning qarindishi hisoblangan bir qozoq hayotining qaysi muhim va ahamiyatli? Aslida qushlarmi uchib o'tolmaydigan Urumchi, Guangzhou, Yunnan, Laos, Tayland, Birma, Malayziya, Türkiye qatarlıq bu kengri coğrafiyalarga qadam bisib, axırda Suriyadagi ISIS'ga yetib bargan bir Uyg'urning o'limi bilan ISIS'dagi boshqa guruhlardagi kishilar o'limining qimmati o'xshashmi? Bermidagi Rohingya musulmonlarga silishtirganda-chu, Falastindagi 50 kishining o'limi bilan yushirin o'ltirilish girdobga kelib qolgan Xitoy yipiq tarbiyalash markaziga sulangan 1 million Uyg'urning siyosiy taqdirining qaysi bekrak dunyo kun tartibiga kelyotidi? Bu savollar navbatda nima qilishimiz kerak va qanday qilishimiz kerak degan savol ustida jiddiy o'ylanayotgan Uyg'urlar mulohiza qilishga tegishli muhim masalalar. 17 asrda doktorlar hayvonlarning ichki a'zolarining qanday harakat qilganligini bilib beqish maqsadida ishlarga hech qanday narkoz ishlatmasdan operatsiya qilib o'ltirib tashlab etdi. Ammo hayvon qo'g'dug'uchi fidokorlar bu ishga norozilik bildirib, dunyoning hayvonlar haqida bir qonun tuzishini talab qildi va amaliylashtirdi. Hazır dünyada hayvanlarni qalaymaqan o'ltirmaslik haqida nurg'unlagan qonunlar bor. 2015-yili may oyida Yangi Zelandiya hayvon haqlari qonunini e'lon qilib, hayvonlarning his to'yg'iga ega jonliqlar ekanligidan iborat bir haqiqatni o'tirib qo'ygan bir davlat bo'lib qoldi. Natijada bu qonun hayvon yetishtiradigan boqmachilik rayonlaridagi hayvonlarning yanada ozoda va yaxshi muhitlarda yetildirilishiga imkoniyatlarni hozirlab berdi. Bu 4,5 million nüfuzluq Yangi Zelandiyaga nisbatan 30 million qo'yning rahat yashash uchun kerakli tadbir va sharoitlarning borliqqa kelishida muhim rol o'ynadi. Dunyo Yangi Zelandiyaning bu harakatini olqishladi. Kanadaning Quebec o'lkasidami qo'ylarning rahat va esil sharoitlarda beqilishiga oid bir qonun ma'qullanganligi ma'lum. Yaponiyami aslidagi kalalarni an'anaviy qo'tallarda boqadigan holatga xotima berib, texmo sifatlik kala go'shi mahsulotiga erishish uchun kalalarga beriladigan halablarning sifatini yaxshiladi.
kalalarning yashash muhitini yaxshilash va muzika qo'yib berish qatorliq usullar bilan kalalarning mahsulot berish ahvolida qandaq o'zgarishlarning bo'lganligi haqida tadqiqotlar ilib bormoqda. Undaqda 21 asrda ichki organlar qalaymaqan setilayotgan. DNA'lari ma'lum bir jum g'arazlar uchun yig'ilayotgan. Qisqa-qistan, yepiq tarbiyalash lagerlarida monchiga tushish, xalog'i berish, yaxshi ozuqlanish va hokazo qatorliq jihatlarda hayvonlardimi nachar ahvolga duch kelayotgan. İzdiraksiz g'oyib bo'layotgan. Yepiq tarbiyalash lageridagi nachar sharoit sababidan o'lib ketayotgan Uyg'urlarni biz yuqorida aytib o'tib ketgandek hayvonlar bilan solishtirganda qimmati qanchalik? Ümid va umidsizlik. Mavjud bo'lish yoki yo'q bo'lish o'rtasida tipirlayotgan Uyg'urlarni olimlar tajribaxonalarda tajriba qilayotgan chashqonlarga o'xshatishga bo'ladi. Birinchi tajribada olimlar oldi bilan 100 chashqonni liq suv to'ldirilgan kumzak ichiga soladi. Suv ichidagi chashqonlar hayot mamotlik kurashini boshlab, kumzak ichidan qutulib chiqish uchun barliq tirishchiliklarni ko'rsatib, bor kuch bilan tipirlaydi. Ammo bu tragediyada 100 chashqon 15 minut bardoshlik bera oladi. Va oxirida 100 chashqonning hammasi o'ladi. İkinci təcrübədə olimlar 100 çaşqanni yeni bir liq suv to'ldirilgan kumzakka soladi. Çaşqanlar tipirlashga boshlab 14 minut o'tganda 100 çaşqanning hammasi suvdan chiqariladi. Bu çaşqanlar oftobga silinib, yaxshi quritilgandan keyin qayta suvga to'shqizilgan kumzakka silinadi. Bu qitim ahvol boshqacha bo'lib, chashqonlar oldingi qitim 14 minut o'tganda qutuldirilganlikdan iborat bu umid tuyg'usining ta'sirida 20 minut bardoshlik bera oladi. Kuchli davlatlar yuqoridagi bu tajribani dunyodagi kuch talish siyosiy o'yinlarida ishlatyapti. 2009 yılı Ürümçide yüz bergen 5. iyul Ürümçi qirg'inchiligidan keyin dunyoda yangragan bu so'yqirim degan bir turkcha ovoz umidsiz qolgan Uyg'urlarga umid ilib kelgan edi. Uyg'urlar xuddi suv kumziga tashlanib 14 minut o'tgandan keyin qutuldirilgan chashqonlardek bir ruhiy holatga cho'mgan edi. Ammo bu tajribani ishlaganlarning 2000-yildan 2010-yilga qadar Xitoy bilan bo'lgan savdo tijorat summasi 1 milliard Amerika dollari bo'lgan bo'lsa, 2015-yilga kelganda 30 milliard Amerika dollariga chiqdi. Bu tajribani siyosiy o'yinlarda o'ynash nima degan ishga yaragan? Turkiyadagi Uyg'ur masalasi va Uyg'ur da'vosi xuddi Istanbuldagi dаңлық Taqsim maydoniga esilgan. Yuğan Nuriz ishi doshqozoniga o'xshaydi. Xalganda doshqozonning o'ti o'chirilib, to'g'i ko'mtirilib qo'yiladi. Xalganda qozon sus, xalganda vatraqlab qaynab turdi. Xalganda bu qozonga chamg'ur, purchaq va hokazolar tashlab qo'yiladi. Xalimaganda hech nima yo'q. 2017 yılı Türkiye Tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu Beijingda Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishib, ikki davlat o'rtasida o'zaro jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimnomasi tuzgandan boshqa Turkiyada Xitoyga qarshi har qanday tashviqotning bo'lishiga yo'l qo'ymaydiganligi haqida va'da berdi. Shundan keyin bu doshqozonning o'ti sal tortib qo'yildi. Afsuski, Suriyadan Iroqqa, Libiyadan Misrga, Yemendan Qibrısga qadar musulmonlik dunyosining adolati uchun kana yirtib jar solganlar. Haq-nahaq masalasida sukut qilgan dinsiz shaytondir deganlar. Qon hidi olgan lahangdimi bakra xatarlik bo'lg'ini, nefit hidi olgan imperialistlardir deganlar. Peygamberimizning sunnati yo'lida manaman deganlar Sharqi Turkiston masalasida sukutda. Ularga Uyg'urlar jiddiy savol qo'yish kerak edi. Ajaba, bu sening sunnatga agashkining? Deyishi kerak edi.
Su qaçılanğan təcrübə kömzükiga silinib, 14 minut ötkendan keyin qutuldurulan təcrübə çaşqanlardek yaşaş ve panahlanish halakchiligida qolgan bechora Uyg'urlar bu savolni so'rashga qanday jur'at qila olsin? 2018 yılı aprelgacha bu daş qazonning o'ti sal kuchlanib, qozon vatraqlab qaynashga boshladi. Apreldan keyin qozonning tuviga yepilib, o'ti o'chirib etildi. Hazır İstanbul'da faaliyet elip beriyotgan Sharqi Turkiston Ma'rif ve Hamkorlik Tashkiloti, O'limalar birligi, Yoshlik ve Medeniyet Derneği, Sutuq Bug'raxon İlim ve Medeniyet Mahbi, Darul İman Cemiyeti, Aysa Yusuf Aliptikin Vahbi, Uyghur İlim ve Ma'rifat Vahbi, Uyghur Akademiyasi, Sharqi Turkiston Vahbi, Yusufxos Hojib Vahbi, Muallim Vahbi, Nuzugum Yetim Yesirlar Fondi, Sharqi Turkiston Yangi Nesil Hareketi, Farabi Vahbi, Dünya Mazlumlar ve Muhacirlar Derneği, qatarlıq 15 təşkilat bar bulup, bularning kuchi Türkiye'ni Sharqi Turkiston siyaseti deydigan bir siyasat tuzitishga yetmaydi. Elbette, Uyg'urlar Türkiye'nin menfaati hemmidan a'lo deydigan ideologiyada yaşap keldik. Şu vəcidin Türkiye'nin dünyadaki o'rniga ait meselelerge mu yaqindan diqqat qilib keldik. Dünyadaki kuchlar ikki qutbga bo'linmoqda. Amerika, Angliya, Isroiliya ve Yevropa birligi bir qutb. Türkiye, Rossiya, Xitoy ve İran bir qutb. Tabii ki, Türkiye'nin Amerika bilan bo'lgan munosabatlarining yiroqlashishi, Yevropa birligining Türkiye'ga so'q muomala qilishi qatorliq omillar Türkiye'ni Xitoyning qo'yniga o'zini etishga majbur qilmoqda. Shundaq, Türkiye'nin ichki ve tashqi siyosatlarda nurg'ulg'an masalalar saqlanib turmoqda. Amerika Türkiye munosabatlarining yaxshi bo'lmasligi, Yevropa birligining Türkiye'ni ahmoq qilishi, Rossiya aeroplanining etib tushirilishidan keyin Rossiya Türkiye munosabatlarida yuz bergan krizislar, Suriyalik panolanuvchilar masalasi, Gülen masalasi, 15 iyul siyasi o'zgarishi, Kurdlar masalasi, 80 milyon Türk xalqining yashash masalasi qatorliqlar. Yaqinqi bir qancha yillardan buyon Türkiye'ni chirmib olgan qiyinchiliklardan iborat, ammo shundoq bo'lganiga qaramay, Falastin masalasida Türkiye ichki tashqi siyosatini belgilguvchilar so'zda ve harekatda Falastinliklar uchun jiddiy harakatga o'tmoqda. Türkiye o'z bosh og'riqining jiq bo'lganiga qaramay, Falastin masalasida İsrail ve Amerikani, shundoqla Yevropa birligini qarshisiga olmoqda. Albatta, Qashqar musulmonlar uchun Quddusdek qutsal bo'lmasligi mumkin. Ammo insonlik nuqtasidan aytganda, Xitoy tarafidan yushurin qirg'inchilik elib berilayotgan Uyg'urlarmi, albatta, mazlum Falastin xalqiga o'xshashla insoniyatning bir partisi. Navbatda Gitlerning jazo lagerlariga o'xshaydigan, Xitoy yepq tarbiyalash lagerlariga so'langan, yushurin yo'q qilish obyekti qilingan 1 million Uyg'urning qimmati bilan Falastinda Yahudi askarlariga tosh etish jarayonida o'lgan 50 nafar falastinlikning qimmatini silishtirg'ili bo'lamdi. O'lim girdobga kelib qolgan 1 million Uyg'ur bilan 50 nafar falastinlikning qaysi dunyoda g'ulg'uli qo'zg'aydi? Qo'limda dunyo xaritasi. To'rt atrofini butunlay musulmon davlatlar o'rab turgan Isroil davlati. O'rta Sharqda xuddi yug'an bir qaymoqliq tortning ustiga patirib qo'ygan kichkina chokoladek Qizil dengizning atrofida parqirab turdi. Isroil shimolda Qibris orqali Turkiya, sharqda Suriya, Iordaniya, Iroq, Bahrayn, Saudiya Arabiston,
Janubda Misr, Sudan qatarlıq musulmon davlatları bilan qo'rshilib turdi. Ammo Isroilning dunyodagi yumaloq ustal yig'inlardagi mushtumining kuchi uni o'rab turgan 10 necha musulmon davlatnikidan kuchlik. Isroil uzunligi 470 kilometr, kengligi 135 kilometr, umumiy ko'lami 27817 kvadrat kilometr bo'lgan tor uzun uchaydak yer maydoni. 8 milliondan azroq ko'p nufusi bilan O'rta Sharqdagi barliq musulmon davlatlariga hayva qilmoqda. Nima uchun? Bu savolni Isroilning atrofidagi musulmon davlatlari 50 yildan buyon o'zlaridan so'rab baqmadi. So'ragan bo'lsa-mu, hal qilish choralarini topolmadi. Chunki masala kuch va ruhga berib taqiladi. Hozir Turkiyadagi tashkilotlar asta-asta siyosiy o'rnini yo'qotib, asosli kuchini nomratlar, tulg'utin yetim bolalarga, un, guruch, may degandek bir narsalarni tarqatadigan Xitoyning xalq ishlar idorasiga o'xshab qolyotidi. Turkiyadagi diniy soha va tashkilotlarning saviya va saposi xalqimizning bishiga kelgan zulmlarni sistemalik va planliq anglitishga yetmayotidi. Turkiyadagi Uyg'ur davosining rolini Turkiyada qonun, siyosat, jamiyatshunoslik, din qatorliq kasblarni o'qigan yangi bir avlod yoshlar o'tkazib olmagan ahvol ostida Turkiyadagi Uyg'urlarning qimmatsizlanish darajasi ishib berishi mumkin. Turkiyada cho'qim Uyg'ur davosining ko'ni pardalari yepilib, yangi pardalar ochilishi. Jo'shqin, yosh, bilim va qobiliyatlik, oliy maktab bilim saviyasiga ega, dunyo va Turkiyada qandoq da'vo qilishni biladigan bir turkum yosh siyosatchilar Uyg'ur davosining rolini qo'lga olib, xuddi aqlli telefonlarimizni har vaqt update qilib turganimizdek, Uyg'ur davosini xalqaro standartlarga mos holda update qilish kerak. Bugun Deusda adolat jarchi sifatida o'tirg'i chiqib, Isroilga qarta 1 minute deganlar ayni vaziyatda nurg'un hassa bichar holatda turayotgan Uyg'urlar uchun yoqa yirtib, Xitoyga 1 minute dalalmaydi. Dunyodagi kuchliklik talish kurashlari xuddi bir qimorga o'xshaydi. Qimor na musulmonlik, na urug' tuqqanchilik tonimaydi. Sendek ojiz bir millatni xolisa qimor tavkallarga tizib qo'yadi. Xolisa chashqonlarni tajriba qiladigan ko'mzaklarga tashlab qo'yadi. Taki sen dunyoga loyiq standartlar bilan o'rningdan dast turmog'icha va chechangning uchidan topining'icha qadar yengillanmog'icha. Meni aslida xo'rlayotgani bizning bu muqaddas da'vo yo'lida texicha oddiy va sodda bo'layotganimiz. Amerikalik mashhur shaxs Martin Luther Kingning bir so'zi bor. Oqibatda qalbimizda saqlanib qoladigani dushmanimiz emas, balki do'stlarimizning sukunati deydigan. Yuragimni eng og'irtayotgani do'stlarimiz va urug' tuqqanlarimizning sukut qilishi. Turkiyadagi Uyg'urlar aqlli bo'lishi kerak.